Nimaga to'g'dirasiz? Daga ol. Nima qilyapsan o'g'lim? Daga ol deyapman, men uni daga ol deyapman. Voy, qara mashina kelyapti to'g'rida. Qo'ling qaltiramasin, to'g'rimi? To'xtat chekkaga. Tush mashinadan. Qaytib mashinani so'ramayman, tushundingmi? Xo'p, dada. Dadajon, siz kelishingizga yangi darvoza qo'yib qo'ydim-da. Hali hech kim kirgan yo'q. Birinchi o'zingiz kirib berasiz dedim-da. Dada, qilgan ishimdan xursandmisiz? Yoqdimi sizga? Nihoyat men ham dadamga yoqadigan ish qildimmi farzand bo'lib? O'chir. Men senga hali yo'qdi demadim. Ona, hech dadamlar tushunmayman-da. Nima ish qilsam ham hech faxrlanmaydilar, faqat so'kadilar. Ba'zida o'ylab qolaman, meni yomon ko'ramikinlar deb. O'g'lim, dadang to'g'ri, senga yomon ko'rgandek tuyuladilar, lekin Hozir Oyai jahon orqali meni bir aziz inson kuzatib turibdi. Dada, men sizni yaxshi ko'raman. Buni yuzingizga ayta olmayman. Chiq tashqariga. Iye. Chiq dedim men senga. Hop, dada. Meni bolam deb televideniyega chaqirishyapti. Hamma ko'ryapti meni bolam deb. O'g'lim, seni yutuqlaringni ko'rdim, endi armonim yo'q.